Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan hali bironta ekspert eshitmagan, hali bironta mutaxassis o'zbek tilida aytmagan ichki a'zolarda pastga tushish haqida gaplashamiz. Xalqimiz orasida qo'rqib ketsam yuragim tushib qoldi degan gapni eshitgansiz, lekin biror marta ichki a'zolarimni, buyrak, jigar, oshqozon, ichaklar, yo'g'on ichak pastga tushdi degan gapni eshitmagansiz. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Ichki a'zolarda hammasini qorin bo'shlig'ida o'zini egallagan joyi bor. Misol uchun, oshqozonimiz to'sh suyagini ostida asosan chap tomonda joylashgan, jigarimiz esa o'ng tomonda qovurg'amiz ostida joylashgan va kirnigimiz atrofida esa ichaklar joylashgan. Bu har bitta a'zoda o'zini qorin bo'shlig'ida egallagan joyi bor va bular har bitta a'zo qorin bo'shlig'ida joylashar ekan harakat qiladi. Bu nimani hisobiga harakat qiladi? Ko'krak qafasidagi hamda qorin bo'shlig'idagi a'zolar bir-biri bilan katta muskul bor, ya'ni ko'krak qafasi bilan qorin bo'shlig'ining o'rtasida diafragma degan katta organ bor, ya'ni a'zo bor. Shu muskul, ya'ni katta hajmdagi diafragma muskulini, organini harakati hisobiga ichki a'zolar harakat qiladi. Chuqur nafas olgan paytimizda diafragma pastga tortiladi, chiqargan paytimizda esa yuqoriga ko'tariladi. Shu paytda ichaklarimiz, jigarimiz, oshqozonimiz, oshqozon osti bezimiz, taloq hamda buyrak ham harakat qiladi. Ya'ni qorin bo'shlig'i ichida harakat qiladi. Ana endi ayrim holatlarda bu harakat sekinlashib, qorin bo'shlig'idagi a'zolar pastga tushib, tepaga ko'tarilmay qoladi. Pastga tushadi-da, tepaga ko'tarilmay qoladi. Nimani hisobiga bu narsa sodir bo'lishi mumkin? Va buni qanday belgilari bor? Buni qanday davolanadi? Nima bo'pti ichaklar va ichki a'zolar pastga tushib qolsa, buni nima yomon tomoni bor? Bu haqda videoda oxirigacha ko'rsangiz, bu haqda to'liq aytib beraman. Hali bunaqa ma'lumotlar o'zbek auditoriyasi uchun yangilik bo'lganligi uchun bizni like hamda podpisatsiya tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Nimani hisobiga qorin bo'shlig'i a'zolari pastga tushadi va uni nima yomon tomoni bor? Har bitta ichki a'zoda qorin bo'shlig'i egallagan o'rni bor va har bitta ichki a'zo o'zining vazifasi bor. Agar ichki a'zolar qorin bo'shlig'idan pastga tushib, chanoq bo'shlig'iga tushib qoladigan bo'lsa, o'z xizmat vazifasini to'liq bajara olmaydi. Vazifasini bajara olmasdan funksional buzilishga olib keladi. Yillar davomida funksional buzilish esa kasalliklarning chuqurlashishiga, struktur kasalliklarga, organik kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ichki a'zolarda qorin bo'shlig'idan chanoq bo'shlig'iga tushib qolishi bu yomon oqibatga olib kelishi mumkin. Eng yomon oqibati bu tasavvur qiling, chanoq bo'shlig'ida magistral katta qon tomirlar, arteriya hamda vena qon tomirlari bundan tashqari limfa tomirlari bor. Shularni siqilishi hisobiga tananing pastki qismlarida qon uzoq muddat to'planib, limfa aylanishi yaxshi bo'lmasdan, qon tomirlarimiz dimlanib, varikoz bo'lib kengayib, qon aylanishi yaxshi bo'lmasligi hamda tananing pastki qismlarida varikoz kengaygan qon tomirlari orasida qon quyilib, tromka aylanishi ham mumkin. Bu esa muammoli yana ham chuqurlashishiga sabab bo'ladi. Masalan, qiling, qo'limizni jigut orqali yoki mahkam qo'limizni siqdikda, siqqan paytimizda qon o'tishi buziladi, to'g'rimi? Qo'lim agar uzoq muddat shu holatda siqilib turadigan bo'lsa, rangi bo'zarib, ko'karib, tomirlarimiz ham chib ketadi. Xuddi shuni singari qorin bo'shlig'idagi a'zolar chanoq bo'shlig'iga o'z joyidan tushib, tiqiladigan bo'lsa, ikkala oyog'imizga ketadigan arteriya qon tomirlari hamda vena qon tomirlari, bundan tashqari limfa tomirlari ham tiqiladi. Xuddi jigutga o'xshab yoki qo'limizni mahkam ushlab turganga o'xshab tiqiladigan bo'lsa, tana pastki qismlarida qon qolib ketadi, limfa qolib ketadi. Natijada tana yuqori qismlariga ko'tarilmasdan, esa dimlanib, qon quyilib, tromka aylanishi mumkin va ayrim holatlarda tromb esa xohlagan a'zoga borib, miyaga borsa insult, yurakka borsa infarkt keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa muammoni be'tibor qoldirmaslik kerak. Bugun shu haqida gaplashamiz. Nimani hisobiga qorin bo'shlig'i a'zolari pastga tushadi? Birinchi o'rinda biz onglayishni tushunib olishimiz kerak, bu gravitatsiyaga ham bog'liq, ya'ni yuqoridan pastga tushish holati kuzatiladi. Birinchidan, ikkinchidan, biz asabiylashgan paytimizda, emotsional siqilgan paytimizda ko'krak qafasi a'zolari, bundan tashqari qorin bo'shlig'i a'zolari atrofidagi parda, ko'krak qafasining ichida bo'lsa plevra, yurak atrofida bo'lsa perikard va qorinda bo'ladigan bo'lsa qorin parda. O'sha qorin parda zjimat bo'lib, ya'ni siqiladi. Siqilgan paytda qorin bo'shlig'idagi a'zolar bosimi oshib, qorin parda siqilgani hisobiga, qisqargani hisobiga o'z joyini o'zgartirishi va qorin bo'shlig'idan chanog'imizga qarab, ya'ni qovug'imizga qarab pastga osilishi mumkin. Diqqat bo'lgan paytimizda, siqilgan paytimizda parietal plevra, ya'ni o'pkamiz atrofida turgan parda va yurakda pardasi ham siqilgani hisobiga diafragma na tepaga ko'tariladi, na pastga tushadi. Siqilgan paytimizda na ko'tarilgan, na pastga tushgan diafragma siqilgani hisobiga, qisqarmay qolgan hisobiga qorin bo'shlig'ida ham bosim oshadi. Qorin bo'shlig'ida bosim oshsa, ichaklar, taloq, buyrak o'z joyidan pastga, bo'shliqqa qarab, chanoq bo'shlig'iga qarab tushishi mumkin. Sababidan sanayapmiz. Birinchisi gravitatsiya, ya'ni biz
tik turgan holatimizda o'z yukimiz tushgani hisobiga yuqoridan pastga birinchidan ichki a'zolar tushishi mumkin. Ikkinchidan siqilgan paytimizda, diqqat bo'lgan paytimizda tushishi mumkin ekan. Bundan tashqari, og'irlik yuklamasini ko'targan paytimizda ko'kka qafasimizdagi bosim diafragmaga bosim beradi. Diafragmaning bosimi qorin bo'shlig'idagi bosimga sabab bo'ladi. Ya'ni diafragma yetarli miqdorda tevaga ko'tarilmagani hisobiga og'irlik yuklamasini kuchanib ko'targanimiz hisobiga diafragma pastga tushib turadi-da, tepaga ko'tarilishda yo'l qo'ymaydi. Shuning hisobiga qorin bo'shlig'ida bosim oshib, ichaklarimiz, buyraklarimiz pastga chanoq bo'shlig'iga qarab tushishi mumkin va yetarli miqdorda tepaga ko'tarilmay qolishi mumkin. Keyingi sabab, homilador ayollarda 2 ta yoki 3 ta egizak tug'ilganda, kattaroq hajmda homila bo'ladigan bo'lsa ham, uzoq muddat 9 oy undan oshiq vaqt davomida homila rivojlanayotgan paytda har bitta ichki a'zo o'zini topografiyasini o'zgartiradi-da. Ana endi bola tug'ilayotgan paytda kuchanish natijasida va tug'ruq natijasida ichki a'zolari hamda matka, qon, bundan tashqari pridatkalar, ya'ni follikulalar, tuxumdonlar, bundan tashqari uning ustidagi a'zolar, buyrak, ayniqsa yo'g'on ichak homiladorlik tug'ish paytida kuchanish hisobiga pastga tushishi mumkin va o'sha tushgan holatda qolib ketishi mumkin. Bundan tashqari, qorin bo'shlig'ini kindikdan pastda va hovuz suvagi, ya'ni chanoq suvagimizning ustki qismidagi suvak deb hovuz suvagi deymiz. Hovuz suvagidan yuqorida jarrohlik amaliyotlari o'tkazilsa, ya'ni operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa ham, bu shu sohada mushaklar kuchini kuchsizlanishiga hamda betishmalar, chandalar hosil bo'lishiga olib keladi. Agar pressimiz, ya'ni qorin bo'shlig'idagi mushaklar o'z xizmat vazifasini to'liqonli bajarmasa, qornimiz bo'shang bo'lsa, lavaq bo'lsa, qorindagi bosimni bir xilda ta'minlashini buzilishi hisobiga qorin pastga osiladi va ichaklar, buyrak pastga tushishi mumkin. Hozir sizlar bilan ichki a'zolarda qorin bo'shlig'idan chanoq bo'shlig'iga tushib qolishini, apushinasini sababini aytdik. Ana endi buni qanday aniqlanadi? Buni qanaqa belgilari bor? Biz qatdan bilsak bo'ladi, qaysi insonda qaysi a'zo pastga tushib qolganini qatdan bilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda uni tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Tashqi ko'rinishida nimani ko'rishimiz mumkin? Hovuz suyagimiz bor, old tomondagi suyag hamda kindigimiz. Shu oralardagi masofani o'lchaymiz santimetrda. Ikkinchisi, kindigimiz bilan to'sh suyagimiz orasidagi masofani o'lchaymiz. Agarda shu masofa sog'lom insonlarda ikkala masofa kindikdan qo'lgacha va qo'ldan to'sh suyagacha bo'lgan qism ikkalasi simmetrik bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni ikkala masalan 15 sm chiqsa, 15 sm bu oraliq chiqishi kerak. Shu oraliq ikkalasi teng bo'lishi kerak. Agar teng bo'lmasdan bu oraliq katta bo'lib, kindik bilan qo'l suyak orasidagi masofa qisqa bo'ladigan bo'lsa, bunda biz ichki a'zolar pastga tushishi haqida fikr yuritsak bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim insonlarda kindik bilan qo'l suyak orasidagi masofa qisqarib, shu sohada do'mpish paydo bo'ladi, ya'ni do'mlik paydo bo'ladi. Shunda ham biz bilishimiz mumkin, ichki a'zolar pastga tushgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Biz instrumental tekshiruvlar paytida, ya'ni UZI qilib ko'rgan paytimizda ham yotgan holatda emas, asosan tik turgan holatda ichaklarni, taloqni, buyrakni o'z joyidan pastga tushganligini aniqlashimiz mumkin. Agar yotgan holatda tekshiradigan bo'lsak, buni aniqlanmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham bemorda agarda aposhina o'tirgan organ tashxis qo'ymoqchi bo'lsak, albatta turgan holatda UZI qilib tekshirishimiz mumkin. Rentgen tekshiruv orqali ham buyraklarda, ayniqsa ichaklarda, pridatka, matkalarda, ya'ni hid pufaylarini ancha o'z joyidan pastga tushganligi, aposhina bo'lib o'z joyini o'zgartirib, chanoq bo'shlig'iga tiqilganligini ko'rishimiz mumkin. MCT, ya'ni multispirallar kompyuter tomografiya hamda MRT tekshiruvlar orqali ham ichki a'zolarda o'z joyidan pastga tushib, chanoq bo'shlig'iga tushib qolganligini aniqlashimiz mumkin. Qanday tashxis qo'yish haqida gaplashdik. Ko'rib tekshirib, ichki a'zolar pastga tushganligini ko'rishimiz mumkin va undan tashqari UZI qilib, tik turgan holatda UZI qilib, rentgen qilib, MCT qilib, MRT qilib, sizlarga vrach ichki a'zolaringiz pastga tushibdi, aposhina bo'libdi, aposhina motor organi deb tashxis qo'yish mumkin. Ichki a'zolarda chanoq bo'shlig'iga tushishini, aposhina motor organida qanaqa yomon oqibatlari bor? Nima uchun bu bilan shug'ullanish kerak? Nima uchun davolash kerak? Funksional o'zgarishlarda, organik o'zgarishlarga sabab bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Nima yomon tomoni bor? Uni nima uchun davolamoqchi biz? Birinchi o'rinda ichki a'zolar o'z joyini o'zgartirsa, o'z funksional vazifasini bajarmaydi. Oshqozon o'z funksional vazifasini bajarmaydi. Ichaklar, buyraklar, taloq va o't pufagi o'z funksional vazifasini bajarmaganligi hisobiga, to'laqonli bajarmaganligi hisobiga funksional o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Qorin bo'shlig'ida bosib oshganligi hisobiga, kichik chanoq bo'shlig'iga ichki a'zolar tushganligi hisobiga, kichik chanoq bo'shlig'idagi nerv strukturalarini, nerv chiganlari bor. Shuni bosishi mumkin. Nerv chiganlarini bossa nima bo'ladi? Bunda chanoq sohasida, son chanoq bo'g'imi sohasida va bel sohasida kuchli og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qon tomir hamda nervlarda siqqanligi hisobiga, ichki a'zolari tiqilganligi hisobiga qon aylanish yaxshi bo'lmaydi. Qon aylanish qaysi sohada yaxshi bo'lmaydi? Ichaklar sohasida, jinsiy bezlar sohasida, matka, ya'ni bachadonlar hamda siydik pufagi sohasida qon aylanish yaxshi bo'lmaganligi hisobiga bachadonda endometriit degan kasalliklar, bundan tashqari hattoki
yoki bachadonni o'zini ham qinga borib qilish hisobiga CD tutilishlari, CD tosh kasalliklari, sistitlar sabab bo'lishi mumkin ayollarda. Ha, erkaklarda bo'lsa, qovuqqa ichki a'zolar tiqilganligi hisobiga doimiy ravishda prostata beziga bosim tushganligi hisobiga prostata bezida adenoma rivojlanishi, bundan CD tufayli surunkali shamollashlari, sistitlar, kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Qon aylanishi yaxshi bo'lmaydigan sohalarda qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi hisobiga tananing pastki qismlarida qon uzoq muddat saqlanib qolib, tananing pastki qismlarida, oyoqlarda, to'pig'ida, boldir sohalarida varikoz kelgan qon tomirlari kengayishi, unda uzoq muddat qon qolib ketgan hisobiga tromblar rivojlanish xavfi ham yuqori. Bundan tashqari qon aylanish tananing pastki qismlarida, son chanoq bo'g'imi, tizza bo'g'imlarida qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi hisobiga artrozlar, ko'ks artrozlar rivojlanishi mumkin. Chanoq bo'shlig'iga tiqilgan a'zolar hisobiga limfa aylanishi buziladi. Natijada limfa qon aylanish sistemasiga qo'shilmaganligi hisobiga organizm kirlangan suvlardan, ya'ni moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan ortiqcha keraksiz zararli suvlardan xalos bo'la olmasdan organizm toksik zaharlanishi ham mumkin. Shuning hisobiga limfostazlar, limfodemalar kelib chiqishi mumkin. Oyoqlarda oyoqni bosib ko'rganimizda, masalan, to'piq sohasiga yoki boldir sohasiga oyoq qo'limiz bilan bosib ko'rsak, barmoq izi uzoq muddat saqlanishligi ham mumkin. Buni limfodema deydi. Ya'ni limfanostaz hisobiga qon va limfa suyuqliklar organizmda pastki qismlar, tananing pastki qismlarida qolib ketadi. Uzoq muddat tanani zaharlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ichki a'zolarda o'z funksional vazifasini bajarolmasligini qaysi alomatlar orqali bilsak bo'ladi? Alomatlardan bittasi oyoqlarda varikoz kelgan qon tomirlari bo'lishligi, to'piq sohasida og'riqlar bo'lishligi, oyoqdagi shishlar bo'lishligi, boldir sohasida, tizza bo'g'imida og'riqlar bo'lishligi, son chanoq bo'g'imida tiqilishlar, og'riq bilan kechishi, bundan tashqari CDlarning tutilishi yoki CD kelishini buzilishi, axlat tuta olmaslik yoki axlat kirishini sezmaslik, bu kabi shikoyatlar sekin-asta rivojlanib, kasallikning belgilari yaqqonroq namoyon bo'lishi bilan kechishi mumkin. Ayrim holatlarda esa ichki a'zolar chanoq bo'shlig'iga tushganligini inson sezmasligi mumkin. Buni profilaktik tekshiruv paytida yoki vrach, gрамотный vrach, ya'ni malakali vrach, bu bo'yicha malaka toifasiga ega bo'lgan, bu sohani tushungan vrachgina aytib, sizda shu kasallik bor ekan, buni o'z vaqtida davolash kerak deb tavsiya berishi mumkin. Bu kasallikni, ya'ni ichki a'zolarning o'z funksional vazifasini bajara olmasdan pastga osilib, chanoq bo'shlig'iga tushishni qanday davolash mumkin? Buni qanday joyiga keltirish mumkin va uni mustahkamlash mumkin? Birinchi o'rinda nafas mashqlarini qilishlik kerak. Nafas mashqlari orqali diafragma organi yaxshi ishlashni boshlaydi. Natijada qorin bo'shlig'iga tushayotgan ortiqcha bosim kamayadi va ko'krak bo'shlig'i bilan qorin bo'shlig'i o'rtasidagi muvozanat tiklanganligi hisobiga ham ichaklarda, ichki a'zolarda harakati sekin-asta tiklanishi mumkin. Bundan tashqari visceral massaj orqali, ya'ni ichki a'zolarni joyiga tushiruvchi visceral massaj orqali ham ichki a'zolarni joyiga tushirishlik va uni mustahkamligini oshirish mumkin. Bu mutaxassislar visceral terapevtlar deydi. Visceral terapevtlar o'z vaqtida osteopatiya bilan ham shug'ullanishadi. Ya'ni osteopatiya bu manual terapiyaning bitta qismi bo'lib, qo'l orqali ichki a'zolarni joyiga tushirib, uni mustahkamlash vazifasini bajaradigan mutaxassislarni osteopatlar deydi. Osteopatlar teri-osti muskul, aponevroz organlar darajasida insonga ta'sir o'tkazish orqali chanoq bo'shlig'iga tushib qo'ygan ichki a'zolarni joyiga tushirib, ana endi uni mustahkamligini ta'minlay oladigan mutaxassislar hisoblanadi. Bundan tashqari maxsus mashqlari bor. Shu maxsus mashqlarni bajarish orqali ham ichki a'zolarda chanoq bo'shlig'iga tushishini joyiga qaytarishlik va uni mustahkamlash mumkin. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda bu mashqlarni o'zim sizlarga qanday bajarishlik kerakligini ko'rsatib beraman. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bizning qilgan mehnatlarimiz va xizmatlarimizni baholash uchun va ko'proq odamga yetib borish uchun like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Biz keyingi videolarimizda bu kasalliklarni davolash bo'yicha qanaqa metodlar bor, uni o'zimiz ko'rsatib berishimiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.